Chiroyotgan aylantirish texnikasini bugun ko'rib chiqamiz. Qarab olsam ketdi. Ko'p o'sha nima ekan desanglar, bu albatta aylantirish texnikasi bo'lib, ko'p futbolchilar qila olmaydi bu narsani. Ya'ni qanaqa qilish bilmaydi. Oyog'imni xattini qo'ysam aylantira olaman. Ya'ni ko'p futbolchilar galesida kuchsiz bo'ladi. Bunga uyda xuddi mana shu texnikani ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lar basmikadan boshlaymiz. Nimadan boshlasam bo'ladi desanglar, hozir masalan bitta mashq ko'rsaman, u mashq uchun bizga albatta 10 ta fishka kerak bo'ladi. 10 ta fishkani hozir men joylashtirib chiqqanda joylashtirmaydi. Hop, bu qanaqa mashq desanglar, bu ko'pchilik bizga aynan mashq kerak bo'ladi. Mana oyog'imda rezinka tutib ko'raman. Takkopdi. Anaqa mashq qilishlar ko'pchilik pazin boshlaydi. Bu safar so'zga ishlaydi. Kopton yoni. Tevasi kerak. Tevasi 5 tadan to'qqizta tak bundan arashtırgan chapoyaga koptoni qo'yib rezinga videoning asosiy qismiga keldik va unda nima qilamiz? Ya'ni koptoni aylantirish texnikasini hozir men sizlarga o'rgataman. Bu oltinga teng qoida, buni sovetga yilga saqlab qo'ydik. Hop, birinchi o'p nima qilamiz? Birinchi o'p mana. Masalan, men unaqa, men chap oyog'imni koptoni yoniga qo'yaman. 10-15 sm uzunlikda bo'lishi kerak. Ko'pchilik ishlarni deb qo'yadi. Hop, qo'yamiz-da. Oyog'imdan chiqib ya'ni mana shu stoldan aylantiramiz koptoni. Hop, qarang, ko'rdingiz? Tepasida eng asosiy narsa go'dan orqaga tashlaymiz. Shu tashlamasan. Bu orqaga aylantiramiz. Faqat qo'yayotganda oyog'ini bashim qattiq qo'yish kerak mana shuni. Aylantirgan paytda qo'yib uzardi. takchilarni o'zi udarlarga o'tamiz.